Xo'sh, aziz o'quvchilar, endi 8-mavzu rekursiya tushunchasi mavzusini amaliy qismini boshlaymiz. Endi biz rekursiv prinsip asosida rekursiya funksiyalarini birgalikda yaratamiz. Birinchi funksiyamiz bu faktorial funksiyasi. Aytib o'tganimdek, faktorial funksiyasi rekursiya prinsipi asosida ishlaydi. Bu holatda biz faktorial funksiyasini C++da rekursiv holatda yaratamiz. Endi faktorial funksiyasini yaratishda birinchi baza holatini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni qachon faktorial funksiyasi to'xtaydi. Demak, biz biladigan eng sodda holat bu n barobar 1 da bir qiymatni qaytarishlik. Mana shu holatni olib, demak rekursiyani to'xtash sharti sifatida beramiz. Aks holda esa n ko'paytirilgan yana funksiyani o'zini chaqiramiz, n-1 holatini beramiz. Demak, bu jarayonda biz faktorial funksiyasini rekursiv funksiya sifatida yaratdik. Mana bu rekursiyasiz holatga e'tibor bersangiz, bu yerda boshlang'ich qiymat, ya'ni ko'paytmani hisoblash uchun bitta boshlang'ich result degan o'zgaruvchi yaratib olyapmiz. Uni boshlang'ich qiymatini 1 deb beryapmiz va for orqali 2 dan boshlab toki n bo'lgunga qadar resultga i'lani ko'paytirib chiqyapmiz va return result orqali biz rekursiyasiz holatda natija qaytaryapmiz. E'tibor bersangiz, rekursiv murojaatda baza va asosiy rekursiya holatini berish juda ham muhim ekan. Keling endi shuni C++da dastur kodida ko'ramiz. Mana bu dastur kodiga e'tibor bersangiz, demak, baza holatini beryapmiz, faktorial funksiyasini yaratib olyapmiz va asosiy rekursiv holatni n ko'paytirilgan faktorial n-1 holatda beryapmiz. Va sonni kiriting deganda 8 ni kiritganimizda faktorial 8 40320 ga teng ekanligini ko'ryapmiz. Xuddi shu holatni rekursiyasiz holatda berganimizdagi natijani birgalikda ko'ryapmiz. Endi xuddi shu faktorial funksiyasini Python dasturlash tilida ko'rsak agar, bu yerda ifda 0 yoki 1 bo'lgan holatda 1 ni qaytar, aks holda n ko'paytirilgan faktorial n-1 ni qaytar deyapmiz va buni dasturni natijasi ham xuddi C++dagidek natija qaytaradi. Va e'tibor bersangiz, Pythonda bu jarayon ancha osonroq kechadi. Endi Fibonacci sonlarni C++da ko'raylik. Bu yerda Fibonacci sonlari uchun ham, demak, asosiy beradigan buyrug'imiz to'xtash holatini, ya'ni baza holatini berishimiz kerak. 0 holatda 0 ni, 1 bo'lganda 1 ni qaytarsin. Aks holda Fibonaccining asosiy qoidasi, ya'ni Fibonacci n-1, Fibonacci n-2 ni qaytarsin. Xuddi shu jarayonni Pythonda ko'rsak agar, Pythonda demak, eng kichik yoki teng bo'lgan holatda n ni qaytar, aks holda Fibonacci n-1 yoki n-2 ni qaytar deb beramiz. Ya'ni bu yerda 13 da 233 ni, 10-chi Fibonacci soni 55, 5-chi Fibonacci soni 5 ni qaytaradi. Evklid algoritmi ham aynan rekursiv jarayonga asoslangan algoritm hisoblanadi. Bu algoritmni rekursiya yordamida qanday yechamiz? Demak, Evklid algoritmi m va n sonlarning eng kichik umumiy bo'luvchisini aniqlaydigan algoritm hisoblanadi. Agar n katta m dan bo'lsa, unda Evklid n ni qaytarsin, aks holda, ya'ni n aynan 0 ga teng bo'lganda m ni qaytarsin, aks holda esa Evklid n m ni n ga bo'lgandagi butun qismini har safar funksiyaga parametr sifatida chaqirsin. Va bu jarayon ikkita m va n sonlarning ekubini topishga asoslangan. Xuddi shunday daraja funksiyasini ham rekursiya asosida, rekursiv prinsip asosida dastur kodini yozishimiz mumkin. Siz bilasizki, har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng va qolgan holati asos va daraja funksiyasini qaytib chaqirib, asos daraja -1 orqali biz daraja funksiyasini yaratib olishimiz mumkin. Mana bu daraja funksiyasini dastur kodidagi natijasi va sanoq sistemaga o'tishda ham rekursiyadan foydalansak bo'ladi. Masalan, bu yerda 8lik sanoq sistemasiga o'tishni qanday rekursiv prinsip asosida amalga oshirishni ko'ryapmiz. Bu jarayonni siz har bitta sanoq sistemasi uchun ham osongina almashtirib amalga oshirsangiz bo'ladi. Demak, mana bu topshiriqlarni siz o'zingiz uyda mustaqil bajarib, bularni ko'rib chiqdik ko'pchiligini va bularni hammasini rekursiv prinsip asosida o'zingiz mustaqil bajarib, RoboSmart uz platformasining sun'iy intellekt ustoz topshiriq qismida yuklab natijalaringizni olishingiz mumkin. Amaliy darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.